o'zbek san'atini faxrlaridan biri bo'lgan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, sevimli qiziqchimiz, so'z ustasi Obidjon Asomovni chiroyli qarsaklar bilan davramizni to'riga mikrofon oldiga taklif qilmoqchimiz. Obidjon Asomov, Mustaqil O'zbekiston birinchi daloshga. Keling orqaga. Barabar. Rahmat. Söyleyin hammaları joy-joylar. Pis. Hamma joy-joyingiz. O'zbekdan azaliy odat avvalambor shirin kalomimizni. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun mana shu go'zal koshonaga uzoq yaqindan to'plangan hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, muhtarama munis onaxonlarimiz, hoji onalarimiz, davramizni katta kichik barcha mehmonlari hammanglarga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. To'y tantana bizni xalqimizning eng sevimli odati. Keksalarimizga rahmat. Qachon qo'llari bo'sh qolsa duo qilishadi. Bolam topgani yaxshi to'ylarga buyursin. Chiroyli to'ylar qilgin. Karnaylatib, surnaylatib to'y qilgin deb duo qilishadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, mamlakatimizda Xudoning bergan kuni to'y. Endi to'y degan narsani turi ko'p azizlar. Bugun mana endi bolachalarni to'ylarida xizmat qilyapmiz. Musulmon elida bir chiroyli odat bor. Ota-onani farzandini yonida 3 ta qarzi bo'lar ekan. Birinchi qarzi farzand tug'ilganda chiroyli ism qo'yish. Ota-onaning ikkinchi qarzi farzand o'g'il bo'lsa, albatta musulmonchilik odati bo'yicha sunnat to'yini qilish, ya'ni qo'lini halollash. Uchinchi odat endi bu ham zarur qarz. O'g'il bo'lsa uylantirish, qiz bo'lsa uzatish. Mana shu 3 ta qarzni bajarish har bir ota-onani bo'ynida. Men avval boshi to'yxona sohibi sohibalarni mana shunday ulug' kun bilan chin yurakdan tabriklamoqchiman. To'ylar muborak bo'lsin. Farzandlari kelajakda bir ajoyib inson bo'lib yetishsin. O'zbek degan millatni nomini dunyoga taratadigan, jamiyatimizga foyda keltiradigan ulug' inson bo'lib yetishsin. Men chin yurakdan shu tilakdaman. Qolaversa, Xudo xolisa nikoh to'ylari bo'lganida ham mana shu o'tirgan mehmonlarni hammasi birga bo'lsin. Eskilarni tili bilan aytganda qatorimizdan xato bo'lmasin. To'y deb shu yerga qadamranchilik qilgan mehmonlarni boshlari to'ydan chiqmasin. Bu meni shaxsan niyatlarim. Endi aziz mehmonlar, Ozodbek Nazarbekning ajoyib qo'shiqlarini eshitdinglar. Maza qilib raqslarga tushdinglar. Men gapni bir narsadan boshlamoqchimanki, zamon juda o'zgardi. Ilgarigi davr bilan hozirgi davrni taqqoslab bo'lmaydi. To'ylarimiz mamlaqa chiroyli restoranlarga ko'chdi. Ilgari to'ylar hovlida bo'lardi. Qor yog'adimi, yomg'ir yog'adimi? Bir narsaga hayron qolardikki, hovlida to'y bo'lsa, erkaklar maishat qilardi-yu, ayollarimiz mehnat qilardi. Mana endi hozir ayollarimiz ham baravar restoranda dam olishyapti. Zamon o'zgardi. Hovlida to'y bo'lsa faqat erkak maishat qilardi. Ayol nechala dasturxon qilardi, ovqat pishirardi, yugur-yugur, chop-chop. Hammasi ayollarning bo'ynida. Qushtinar, ittinar, ayol tinmasdi. Hovlini tozalab, mehmonlarni kuzatib, idish-tovoqlarni yuvib, nazarimda o'sha paytda ayollarimiz yaratgan Parvardigorga yig'lagan. Ey Xudo, bu erkaklarning shohi bormi? Nimaga bular dam oladi-yu, biz mehnat qilamiz? Mana shu yer yaratganga yetib bordi. Mana endi ayollar ham o'tirishdi yalpay. Qiladigan ish yo'q. Choyni ham mana yigitlar damlab beryapti, qarang. Ayol o'tiribdi, erkak choy damlayapti. Zamonni o'zgarganini qarang. Men aytaman, Xudo ko'rsatmasin, to'ylarimiz yana qaytib hovliga ko'chib qolsa,
Hozir rahmat. Rahmat. Hozir hamma narsa bo'lishi mumkin. To'ylar yana hovliga ko'chib qolsa, bizning ayollarimiz mana shunaqa chiroyli restoranga kela olarmikin deb savol beraman. O'zim savol beraman, o'zim javob beraman. Yo'q. Qiyin masala. Chunki o'zbek erkagi u Toshkentda bo'ladimi, Samarqandda bo'ladimi, Shahri Sabzda bo'ladimi? O'zbek erkagi hayotda cho'ntagidan pul xarajat qilib, xotinini restoranga olib borgan emas. Ertalab 7 da ochiladi. Damingizni oling, kiring, uyqusiramang. Bizni erkak ham rostini gapiribdi, xotinjon. Toshkentning o'rtasida rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat. Sizlarning kelib ketishinglar menga juda yoqyapti. Lekin mana bu 3 ta videochi yoqmayapti. Uzr. Rahmat. Videochilar chetroq o'tib turinglar. Karvonni yo'lini to'syapsizlar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat, umringlar uzoq bo'lsin. Rahmat. Voy, men bolachayam kelib qoldi, 500 so'm ko'tarib. Umringiz yo 1000 so'm. Rahmat. Men gapirmasdan shunda turaversam bo'lar ekan. Faqat kastimni cho'ntagi torlik qilyapti, xolos. Rahmat. Men endi voy asal qizim, rahmat, sog' bo'ling. Gapim chala qolmasin, pul kelsa aql ketadi deydi-yu. Xullas erkak aytdiki, kechasi 12 da galstuk taqib kiyingan erkak xotinjon debdi. Toshkent shahrining o'rtasida yangi restoran ochilibdi. Opera degan. Ruschasiga Nochnoy klub der ekan. Kechasi 12 dan ertalab 5 gacha ishlar ekan. 20 xil ovqat berar ekan. Galstuk taqmasa kirgizmas ekan. Shunga galstuk taqib oldim. Desa ayolning rangi o'zgarib, "Juvarmay bo'ling. Qaq ketyapmiz" dedingiz. Opera degan restoran, sinfdoshlar bilan ketyapmiz. Yaxshi joyga ketmayapsizlar, dadasi. Uyatsiz joyga ketyapsizlar. Men bilaman, biz mahalladagi ayollar bilan 3 marta borganmiz u yerga. Juvarmay bo'lsin, kechasi 3 da yarim yalang'och ayollar qornini ochib raqsga tushadi. Show balet deydi. Sizlar o'shani ko'rgani ketyapsizlar. Kirish nesh pul ekan? $100. Nesh pul? $100. Hay dadasi, sigirimiz ochligidan tuberkuloz bo'lib o'layapti. Bolalarni qishki kiyimi yo'q. $100 ga qornini ochib raqsga tushganini tomosha qilmoqchimisiz? O'rgildim sizdagi boyvachchadan. Tushunaman, erkaksiz, lekin $100 qimmat dadasi. $10 stolga qo'yasiz. Men o'ynab beraman arabcha raqs. O'sha raqqosadan yomon o'ynasam $10 qaytib olasiz. Yaxshi o'ynasam $10 meniki. Rozimisiz? Eram ha debdi. Ayolam sho'xgina ekan. Bolalarning xonasini quplabdi. Zorli eshigini ochib, erni olib kirib, zorli ham ichidan quplabdi. O'zini eri 30 yillik hasba halol. Nimadan uyaladi? Shartta beliga dasturxonni moylab, cho'milganda kiyadigan kiyimlar ham tayyor turgan ekan, shularni kiyib, shu o'ylab ketibdi arabchasiga. Endi tasavvur qilinglar, kechasi 12, 117 kilo ayol arabcha raqs tushyapti. 7-qavat dom, pastiga 6 qavat ko'chaga chiqibdi. Yer qimirlayapti. Yaponiyani kuni boshimizga tushdi. Domimiz cho'kyapti shekilli. Yarim soat deganda ashula tugagan, ayolam tugagan. Hay dadasi, boshlarim chaqtalay bo'lib ketdi. Voy miyam ishlab charchab qoldi. Yaxshi o'ynadimmi? $10 olaveraymi, rozimisiz? Er bechara taxta olib qo'ygan. Ha, roziman. Roziman. Pinsabillah roziman. Bosh ko'zimdan sadaqa, ol. $10 seniki. Men ketdim. Qayoqqa? Restoranga. Voy jivarma, yaxshi o'yna olmadim. Qoyil qila olmadim. O'shanga ketyapsiz restoranga. Ya, zo'r o'ynading.
dahshat o'ynadi. Lekin haq bo'lmagan u xotin arzon narsa, baribir arzonda xotin. Ayollarimiz bu gapimdan noto'g'ri xulosa chiqarmaylar. Aytmoqchiki, ustasi usta. Hamma sohani o'zini ustasi bor. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deb eskilar bekorga aytmagan. Ayollar bir gapni aytaman, xafa bo'lmanglar. Mana hammamiz uyimizda xotin xo'jayin, bunday ketadigan joyi yo'q. Chiqib ketayotganda qayoqqa ketyapsiz deydi. Javob berish kerak. Nechchida kelasiz deydi. Unga ham javob berish kerak. Men yaxshi yo'lini topganman. Uydan chiqayotganimda xotin savol beradi. Qayoqqa ketyapsiz? Javob bitta. Ishga. Qachon kelasiz? Xudo biladi. Balkim bugun kechqurun kelmasman. Agar soatini aytsangiz, shu o'rtoq fotograf, sizdan iltimos edim. Keyinroq men gapirib olay, maylimi? Jon ukajon, men tushunaman, seniki ham tirikchilik, lekin meniki ham bekorchilik emas. Xo'pmi? Keyin hali bir soat tushamiz rasmga. Men gapirib olay. Endi bir narsaki, erkak kishi va'da bergandan keyin bajarish kerak. Bir har kuni xotiniga aytar ekan. Mayli qara, 12 da kelaman. Bitta boshlamlab qo'ygin. Kechasi 12 da uyda bo'laman. Soat 3 da kelar ekan. 12 da kelaman. 4 da kelar ekan. 12 da kelar ekan. 5 da kelar ekan. Xotinni jahli chiqib yubormay bo'ling. Nuqul va'da berasiz 12 da kelaman deb hech vaqtida kelmaysiz. Erkak kishida lavz bo'ladi. Bir marta kela olaysizmi kechasi 12 da uyga? Mana shu bugun 5 takam 12 da uyga kelmagan erkak emas. Pasportdan mush degan so'zni o'chirib tashlaysan. Chiqib ketgan erkak kishi ko'cha xandon, choyxonaga borgan, restoranga borgan, qiyshayib, kayf bo'lib o'yiga kelib shunday soatga qarasa, kechasi 3. O, rasvo bo'ldi-ku. Pasportni almashtiramiz shekilli. Qo'shnini uyini taqillatibdi. Qo'shni chiqqan uyqusirab, "Assalomu alaykum. Nima bo'ldi aka? Kim o'ldi? Janoza nechida?" Janoza emas. Kalit uyda qolgan, xotin uxlayapti. Bezovda qilgim kelyapti aka. Shunday devoringizdan sakrab tushsam maylimi? Qo'shni ham o'tibdi. O'zini uyiga o'g'riga o'xshab devordan sakrab tushib, qorong'ida spalniga kirib, chiroqni yoqmasdan devordagi soatni shunday olib, orqasini burab 5 takam 12 ga to'g'rilab, soatni joyiga osibdi. Qatib chiroqni yoqqan. Chiroq yoqilishi bilan ayol uyg'ongan. Erkak zoti qirilib yo'q bo'lsin. Erga tegmay, yerga tegsam bo'lmasmidi? Stop. Soatga qaralib o'tdi. Soatga qarab. Xotin qarasa 5 takam 12. Voy dadasi. Sparlilarga yarashib turishingizni qarang. 8 yil birga yashadik. 4 ta bolamiz bor. Birinchi marta erimni kechasi 12 da yorug'da ko'ryapman. O'zi tush ko'rdim, shu bugun vaqtga kelishini bilardim dadasi. O'shaning uchun oshdamlab qo'ydim. Hozir oshib kelaman. O'zingiz araqingiz bor, bekitib qo'yganman. Hozir olib chiqaman. Ichasiz. Men ham ichaman o'lib ketsin. Bugun bayram. Ikkalamiz ichamiz. Men icholmayman. Men shu yerda turibdi ichgan araqim. Hozir ichsam hammasi to'kilib ketadi. Bir stakan muzday suv ichim yonyapti. Bir stakan muzday suv, iltimos. Xotindan qanot chiqib, oshxonaga uchib kirib, muzday suvni xalatinidan olib stakanga qo'yib, ustilariga muzlardan solib, shunday qarasa, xalatinining tepasidagi soat 3:30 ni ko'rsatib turibdi. Voy, og'zingdan qoning kelsin, alkogolik. Meni aldamoqchi bo'pti. Voy, meni aldaydigan odam hali tug'ilmagan. Hozir kirib mana shu stakan bilan boshini urayoraman. Jahl bilan qaytib spalniga kirsa, karavotda o'tirganmish. Tayyor. Xotin hali og'zini ochgani yo'q. Nimadirmish? Padaringga la'nat. Bir stakan suvga 3 soat yo'q bo'lasanmi, nomard. Erkakda baribir yo'lini topadi. Lekin men bir narsani aytaman, o'zbek biz farzandni yaxshi ko'ramiz, Xudoga shukr. Biz millat bolajon xalq. Men ko'p Rossiyada bo'lyapman. Yaqinda bir hafta bo'ldi Toshkentga kelganim
Vatanga bir oy yurdim Rossiyada, u yoqda ham ishlayman. Tirikchilikda aybi yo'q. Bir narsaga hayron qolaman. Rus ayollari bola tug'mayapti. Figurasi buzilarmish. Rossiya prezidenti Putin 300 ming rubl va'da qilyapti ikkinchi farzandni tuqqanga. Lekin rus ayollari baribir tug'mayapti. Rahmat. Men hayron qolaman. Bizning ayollarimiz tekinga tug'adi xudomish. Shunisiga ham shukur, agar Xudo ko'rsatmasin bizni davlatdan bola tuqqanga pul bersa, bir $500 bersin, kampirlar ham bola yotib oladi raddomga. Bizni ayollarimiz tug'ishga erinmaydi, Xudoga shukr. Endi erkak kishi erkak bo'lgani uchun o'g'ilni xohlaydi, o'g'il bo'lsin deydi, qiz tug'ilsa jahli chiqadi. Erkakning hech ko'nglini olmaydi. O'g'il tug'sa qiz tug'dim deydi, qiz tug'sa o'g'il tug'dim deydi. 5 ta o'g'il tug'ib bersin, menga qara. Armiyami bu? Hamma erkak bosib ketdi. Nomard. Ha bitta qiz tug'ib ber. Endi 4 ta qiz tug'sa xotindan yomoni yo'q. Rahmat, salomat bo'linglar. Shu odatimiz yo'qolmasin, rahmat. Albatta. Men yaqinda Amerikaga borib keldim. Amerika ham hozir bir qadam bo'lib qo'ygan. 16 soat samolyotda uchib borasiz. U yoqda ham o'zbeklarimiz ko'payib ketdi. New York degan shahri bor. Endi New Yorkka uchib bordim, ingliz tilini o'rganib bordim. Amerikaga borgandan keyin inglizcha gapirish kerak. New York shahrida bir do'konga kirib, inglizchalar gapiryapman. Excuse me sir, sorry please, I miss gas by countries Uzbekistan, I live in Tashkent. My name is Abitasov, my name is actor, I am comedian. You see Uzbekistan? Desam, magazinchi o'zbekcha gapiring Obid aka. Men inglizcha bilmayman deydi. Qayerdansan ukam desam, Samarqanddanmi aka? Nima qilyapsan? Mana shu magazinda Prodaves 9 yildan beri shu yerga ishlayman aka. Men aytdim, ukajon, Amerikada ingliz tili bilmasdan magazinda qanday ishlayapsan desam, haligi bola bopladi. Obid aka, bu rayonga hech kim bilmaydi ingliz tilini. Yarimi Toshkent, qolgani Samarqand, qolgani Shahrisabz, qolgani Kitob, qolgani o'zimizni Buxarskiy yevreylar, bemalol yuravering. Qoyil qolasiz. Endi Amerika-yu, men bir narsasiga hayron qoldim. O'zimizni vatanimizdan o'tgusim. Hech men yoqtirmayman u taraflar. Lekin yo'llari juda tekis. Birorta chuqur yo'q. Men aytdim, sizlarda ham hech avariya bo'ladimi desam, Obid aka, har kun avariya. Men aytdim, sizlarda yama-pama yo'q. Avariya qayerdan bo'ladi desam, bopladi. Mana shu deydi, yo'l tekisligidan deydi. Bizni Amerikada shoferlar rulda uxlab qoladi deydi. Sizlarda ham shoferlar uxlaydimi? Aytdim, bizda Xudoga shukr. Bizda uxlashga vaqt yo'q. Chuqur sanab ketaveramiz. Chuqurlarni yamab qo'ymaysizlarmi? Aytdim, yo'q. O'zbekka chuqur ham kerak. Nimaga deydi? Bir gapni aytib berdim. Faqat ayollarimiz qo'rqib ketmasin. Bir ayol bu dunyo bilan xayrlashib qopti, peshona. Birov vahli ketadi, birov keyin bomdodga chiqarishibdi. Endi bomdodni bilasizlar, soat 5. Hali quyosh chiqmagan, lekin chiroqlar o'chirilgan. Erkaklar olib ketishyapti endi oxirgi manzilga. Soat 5 uyqusirab, ayolni ko'tarib ketishyapti. Endi yo qorong'i bo'lgan, yo bo'lmasam erkaklar yo'lda mudrab qolgan. Xullas, birinchi ko'tarib ketayotgan ikkita erkakning oyog'i baravar chuqurga tushib ketib qoldi. Tovut gup ketib yerga tushibdi. Yaxshi ham yerga tushgani. Ayol o'lmagan ekan. Sizlar uncha-munchaga javob bermaysizlar. Yuragi vaqtinchalik to'xtab qolgan ekan. Tovut gup ketib tushganiga ayol tirilib ketibdi. Tirilgani yetmaganda yotgan ayol shunday boshini ko'tarib "Assalomu degan ekan, orqadagi 4 ta erkak rostdan ketaveribdi. Qarang, agar asfaltda chuqur bo'lmaganda, o'sha erkaklar qoqilmaganda, soppa-sop odamni mozorga olib borib tiqib qo'yardi. O'shaning uchun o'ris palaka 3 kun poylaydi. Tirilib ketami ketdi. Bizni o'zbek 12 da ketsa birda olib qo'yadi. Qisqasi ayol tirilib ketgan, o'sha eri bilan yana 5 yil birga yashadi. 5 yildan keyin rost mana bu dunyo bilan xayrlashgan, yana erkaklar olib ketayotganmish oxirgi manzilga. Oldinda er ketayotgan
yapmış belli boylar yerde. Her minutta ortaya qarab og'aylar faqat ehtiyot bo'linglar. Qoqib kelmaylik turibsiz. Azim qiyqirayotgan erkaklar hammasi xotinni yomon ko'radigan erkaklar. Ay sizlarni umringiz uzoq. Men bir narsaga hayron qolaman. Az zamon shunaqa o'zgarib ketdi. Mana endi Ozodbek Nazarbek hammalar yaxshi ko'rasizlar shu ashulachilar. Lekin men tushunmayman, mana qizlarimiz yaxshi ko'radi. Ozod nimasini yaxshi ko'rasizlar? Savol. Ozod qanday top? Nimasini yaxshi ko'rasiz? Bir haftaga qarang bir qaraydigan joyi yo'q. Mana aytaman, erkak kishi kichkina bo'lsa ham simpatichniy bo'lsa. Hozirgi zamonda o'zingiz maqtamasangiz itam maqtamaydi. Toshkentda bir oy bo'lmadim. Toshkentga kelsam, hamma san'atkorlarning rasmi ko'chaga chiqib ketibdi. Reklama degan narsa bor. Sizlarda ham bor shaxsabizda. Men shaharda aylanishga vaqtim bo'lmadi. Toshkentni bilasizlar. Rahmat, sog' bo'ling. Toshkentda hamma san'atkorlarning rasmi ko'chada. Ilgari, rahmat, sog' ayollar. Sizlar menga qaranglar, cho'ntagiga qaranglar. Ko'zingni, cho'ntagingni teshib oling deyapti. O'zingni bir sim qistirayotganing yo'q. Yo'q, men hasallash. Men ayollardan pul olmayman. Cho'chimanglar. Faqat pulimiz yo'q demanglar, pulinglar bor. Qayerdaligini ham taxminan bilamiz. Ayollardan pul oladigan artist boshqa. Bu Ozodni ham qo'ldan kelmaydi. Ayollardan pul oladigan artist bitta, Ilhom Farmon. Bu boblaydi. Onajoning roziq. Mana bu yuradi ayollarning oldida. Qaraydi, kampirlarni qidiradi. Agar kampirni bo'ynida tirosi bo'lsa, tuzzasi ko'tarib oladi. Kampir polni pensiyani qistirib oladi. Mana endi shu nimasini yaxshi ko'rasiz hozir? Ashulasini qarang. Atrofingda shahzodalar juda ko'p. Shularning yonida men g'arbni bitta o'p. Mana qizlar o'zingiz aytinglar, shahzoda turganda g'arbni o'padi. Qani shu shahzoda o'padi voy? Pul kimda bo'lsa o'sha o'padi. Qizlarga ham farosati bor. Men reklamani gapirayotgandim. Bir oy Moskvadaligimga Toshkent shunaqa o'zgarib ketibdi. Endi aziz mehmonlar, o'zbekda bir gap bor, aytadiki, avval taom, ba'dasi kalom deb eskilar bekorga aytmagan. Hozir sizlarga, bizlarga ham shu jumladan taom tortishdi. Taom kelib turganda raqs bo'lib tursa, eskilarning gapi bo'yicha ovqatdan qarab turar ekan. Inson meni yeydimi, yemaydimi deb. Shuning uchun sizlar bemalol tanovul qilaveringlar. Men bir narsani aytmoqchiman. Boya erkaklarga yoqadigan bir ikkita narsani gapirsam, ayollarimiz bir ozgina rahmat xafa bo'lganday bo'lishdi. Nega bizni maqtamadi Obid Asomi? Bugun ayollarni yomonlab erkaklarni maqtayapti. Yo'q, men hammani baravar ko'raman, bu bir. Ikkinchidan o'zbek xalqida bir gapni aytadi. Erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. Eskidan olgan gap. Rahmat. Xotin yaxshi bo'lsa, erkak ko'chada gerday yuradi. Men dunyoning ko'p mamlakatlariga borib kelyapman xizmat yuzasidan. Hozir to'g'risini aytish kerak. O'zbekni qadami yetmagan joy qolmadi. Dunyoning hamma burchagida bormiz, Xudoga shukr. Mana Ozodbek kecha Novosibirsk shahriga borib konsert berib keldi. Men shu oyning 20-chilarda Moskvaga borib konsert berishim kerak. Dog'istonga borishim kerak, Maxachkalar degan shaharga. O'shaga Toshkent deb yozib qo'yibdi. Samarqand degan restoran bor. Rahmat. Navruz degan restoran bor. Sog' bo'ling. O'zbeklar qo'li shirin, ovqat shirin. Men o'sha Amerikada Toshkent degan restoranga kirib mazam qochib qoldim. Endi bunaqa chiroyli, bunaqa katta restoranni New York shahrida tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu restoranni 8 dan biri kichkinagina restorancha.
endi restoran. Men hayron qolganim qop-qora negerlar lag'moya o'tiribdi. Semiz neger xotinlar somsa yeyapti. Men aytaman, dunyoni qizig'ligini qarang. Amerikada qoramoylar lag'mon bilan somsa yeyapti. Biz Toshkentda pizza bilan hot-dog yeyapmiz. Dunyo o'zgarib ketib qoldi. O'zbeklarimiz to'y qiladi, xoh Amerikada, xoh Rossiyada, lekin kelinni O'zbekistondan olib ketadi. Nimaga? Amerikani ayollari chatoq. Opasniy. Amerikani qonunlari ham g'alati. O'zini xotinini so'ksa, davlat qamar ekan. Men aytdim, o'zini xotinini so'kmasdan qo'shni xotinini so'kadi. Xudo ko'rsin, agar xotinni so'ksa, qamasa, mana shu yerdagi erkaklarning hammasi qamoqda bo'lish kerak. Birinchi meni qamash kerak. Chunki ertalab turgandan keyin yuzni yumasdan xotinni qarindosh urug'lari bir esga olinadi. Ana undan keyin hayot boshlanadi. 2 kun so'kmasangiz xotin xafa. Dadasi, nega so'kmayapsiz? Urushib qoldikmi? Endi Rossiyani ayollari juda ham chatoq. Ular o'zi so'kadi yerini. Vasya, pashol ты na deb qayoqqa ketish aytadi. Endi Xudoga shukr, biz o'zbek ayollarimiz so'kmaydi. Juda zo'r kelsa qarg'ab qo'yadi. Qarg'ish bu san'at, so'kish bu jinoyat. Amerikada katta konkurs bo'ldi. Dunyoning qaysi millatini kelini eng zo'r, eng tarbiya ko'rgan, eng odobli 55 ta mamlakatdan kelinlar qatnashdi-yu, final eng oxirgi musobaqaga 3 ta kelin yetib bordi. Bittasi Amerikani kelini, bittasi O'zbekistonni kelini, bittasi Yaponiya davlatining kelini. $25,000 mukofot. Kim yaxshi javob bersa oxirgi savolga $25,000 o'sha oladi. Savol juda oddiy. Sizlarning mamlakatingizda kelinlarning hayoti qalay? Bu savolga birinchi bo'lib Amerikani kelini javob berdi. Men New York shahrida turaman. Erim millioner. Bir oy bo'ldi turmushga chiqqanimga. To'yning ertasiga erimga aytdim, "Jon, men uy ishlarini qilmayman. Men senga xotin bo'lib keldim, ko'ryamas." Ana shu gapdan keyin erim Jonni 4 kun ko'rmadim. Keyin nima bo'ldi? Nima bo'lardi? 5-kuni uyimizga qop-qora habash ayolni yetaklab keldi. Hozir uydagi hamma ishlarni o'sha ayol qilyapti. Men qo'limni sovuq suvga urmayman. Bu Amerika kelinining javobi. Ikkinchi bo'lib sahnaga Yaponiyani kelini chiqdi. Bo'yi mendekkina yapon kelini shunday dedi. Men Tokio degan shaharda turaman. Erim injener. Bir oy bo'ldi turmushga chiqqanimga. Men ham to'yni ertasiga erimga aytdim, "Hokushiro-san, endi katta xolayni ko'rasan. Men uy ishlarini qilmayman. Men senga xotin bo'lib keldim, ko'ryamas." Keyin nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Uy ishlarini qilmayman deganimdan keyin erim Hokushiro-sanni 17 kun ko'rmadim. Xafa bo'lib ketib qoldi deb o'yladim. Yo'q, 18-kuni uyimizga uy tozalaydigan robot olib keldi. Hozir uydagi hamma ishlarni o'sha robot qilyapti. Men qo'limni sovuq suvga urmayapman. Uchinchi bo'lib so'zni o'zbek keliniga berishdi. O'zbek kelini bechara shu yerda ham uyalib o'tiribdi. Gapiring. Yo'q, men gapirmayman. Nimaga? Ha endi erim eshitsa xafa bo'lib qoladi. Gapiring, $25,000 pul beramiz. Pul bersanglar gapiraman. Erkak zoti qirilib yo'q bo'lsin. Nima deganingiz? Men Toshkent degan shaharda turaman. Bir oy bo'ldi turmushga chiqqanimga. Erim svarshik. Iloyim to'kirib o'lib ketdi. Men nima deyman? Hayot hamma yoqda bir xil. Amerikada ham, Yaponiyada ham, O'zbekistonda ham. Men ham to'yni ertasiga erimga aytdim.
Narkoz aka, men uy ishlarini qilmayman. Men sizga xotin bo'lib keldim, cho'ri emas, dedim. Hop, keyin nima bo'ldi? Voy, bir xil. Uy ishlarini qilmayman deganimdan keyin erim narkoz akani 9 kun ko'rmadim. Keyinchi? Ayo, keyin 10-kundan boshlab chap ko'zim sal ko'ra boshladi. Keyin 10 ko'zim ochilib ketdi. Hozir ikkala ko'zim banoni o'qiday ko'radi. Lekin narkoz akamni qo'li sinmasa, astroazim asbatdim. $25,000 O'zbekistonga olib keldim. Shuning uchun men bizni ayollarni faqat baxtliman. Bugun ham mana farzand tug'ib bergan onaga rahmat. Chunki hali aytdim, Rossiyada tug'ilish to'xtab qolgan. Yana bizning erkaklarimiz noshukur qiz tug'ib bersa, o'g'il tug'gin deydi, o'g'il tug'ib bersa, qiz tug'gin deydi. Bir ayol ko'p emas, kam emas, 9 ta o'g'il tug'ib beribdi. Xudoga shukr qilish kerak. 9 ta o'g'il. Nimadirmish? Menga qara. 10-chi ham o'g'il bo'lsa, uyga kelma. Qiz kerak, qiz. Ayol bechora kechasi bilan Xudoga yig'labdi. Ey Xudojon, shu alkashni ham aytgani bo'lsin. Shu 10-chisi qiz bo'la qolsin. Endi Xudoga aytgani bo'ladi, alkashni aytgani bo'lmaydi. 10-chisi ham o'g'il bo'libdi. 10 ta o'g'il. Har kuni ichib kelarmish. Ayolni jahli chiqib juvarmay bo'ling. Odamlar tirnoqqa zor. 10 ta o'g'il tug'ib berdim. Chunki aroq ichish kerakmi? O'g'il bo'lganiga ichayotganim yo'q. Ha, nimaga ichasiz? Nimagaligini hozir ko'rasan. O bolalar, turlaring bo'ying bilan. Stroysa 10 ta o'g'il qator turgan xotiniga ko'rsatyapti. Mana qara. 1 2 3 4 5 6 7 8 mana 9 bir xil o'zimdan qora 10-chisini qara. Sap sariq padaringga la'nat. Nega 9 tasi qora, bittasi sariq? Savol, sarig'i kimniki? Ayolni jahli chiqib juvarmay bo'ling. O'zingizni bolangizdan tonasizmi? Yo, mendan shubha qilyapsizmi? Yo, shubha qilayotganim yo'q. Nimaga 9 tasi qora, bittasi sariq? Aytaymi? Gapir. Kamroq ichish kerak, pishirichli vodka. Bug'doyi rangi urgan. Bo'lmagan gap. Ana qo'shnimiz Ivan har kuni qizil vino ichadi. Bolalari qizil emas u. To'g'risini ayt, sarig'i kimniki? O'zingizniki. Ishonmayman. Qasam ich. Ayol bechora osmonga qarab qasam ichibdi. Qasam ichaman. Mana shu sarig'i sizniki. Bo'ldimi? Bo'ldi, yarashib ketishibdi. 65 yil birga yashashibdi. Endi qarang, 95 ga chiqqan haligi odam chol qarib ketgan, oxirgi nafasda yotganimiz kampir. Men hozir olamdan o'taman. To'g'risini ayt, oxirgi marta so'rayman. O'sha sarig'i kimniki? Kampir 80 dan oshgan. Juvarmay bo'ling. Sarig'ingizni o'ziga 2 ta bolali bo'ldi. 3 ta nabirali bo'ldi. Hali ham esingizdan. Bemalol o'lavering, o'zingizniki. Ishonmayman. Oxirgi marta qasam ich. O'lsin qasamam choyga o'xshab har kuni ichilavermang. Oxirgi marta qasam ichaman. O'sha sarig'i sizniki. Chol, tushundingiz-a? Sarig'i sizniki. Ha. Gap bitta bo'ladi. Sarig'i sizniki. Ana 9 tasini otalari o'lib ketgan, Xudoga shukr. Voy, sarig'i bo'ladimi, qora bo'ladimi, qizil bo'ladimi, hammasi o'zbekning bolalari. Biz bolajon xalqmiz. Endi g'iybatga kirmasin, faqat noto'g'ri tushunmanglar. Rostdan ham bizning millatimizning vakillari dunyoning hamma burchagida bor. Moskvada o'zbekning ko'pligini endi musulmon emas, hamma biladi. Moskvaning xo'jayini, hokimi bor, Lushkov degan odam hozir ishdan ketdi, o'rniga boshqasi bo'ldi. Ana shu Lushkov xo'jayinlik paytda Moskvada bir latifa paydo bo'ldi. Endi o'zbek erkaklari choyxonada dam oladi, choyxonada maishat qiladi. Rus erkaklarining maishati aroq bilan baliq tutish. Ruschasiga ribalka deydi. Ana endi tasavvur qiling, Moskvaning eng boy odami
Lushkov janoblari baliq tutib o'tirsalar, lop petib tilla yonmasdi ko'zlari, hech qachon yonmagan. Ana biz ikki yog'ini yonadigan qilib qo'ydik. O'chiring. Uni ko'zi yonsa men kechasi qanday uxlayman? Ahmoq odam ekansiz. Mingan paytda kim uxlaydi? Xullas, zapchas kerak. Zapchas bor. 6 ta zapchas bor. 3 ta o'g'il, 3 ta qiz yetadimi? Menga qarang, o'g'il qizingizni boshishib ko'raman. 15 ta zapchas kerak. Aka, bor yo'g'i 6 ta. Qolganini nima qilamiz? Qidirasiz, topasiz. Juda bo'lmasa haligi mingan qo'shinlaringizdan so'rangchilarda bo'ladi. Men endi eshik yuramanmi? Sen minganmisan, sen minmaganmisan? Bitta xotinimdan shuncha kasal chiqdimi? Alo, qanaqa xotin? Mashina bu Mercedes. Noto'g'ri o'qiyapsiz. Pasportligim muqaddas yozilgan. Bunaqa markaz hali chiqmagan. O'zing markazdan nomard, haqorat qilma xotinimni. Galvars, qayoqqa telefon qilyapsan? Doktorxonaga? Ha, esi yo'q, biroq so'ramaysanmi? Ha, ustaxona yo'qmi? Qanaqa ustaxona? Mashina ustaxonasi. Menga qara. Xullas kasal, buzilgan, yurmaydi, tushundingmi? Xotinmi, mashinami? O'zim gap so'z, mish-mishlar ko'p bo'ladi. Meni o'zim haqimda 4500 ta mish-mish chiqib ketdi. Obid Asomov Rossiyaga ko'chib ketibdi, Amerikaga qochib ketibdi. Odamlar zerikkandan gap chiqaraveradi. Samarqandga to'yga bordik. Samarqandda bir ayol kelib, "Obid aka" dedi, desam, "Ko'rsating" dedi. Nimani ko'rsataman? Desam, "Tilingizni ko'rsating." Aytdim, "Mana nima edi?" "Hay, odamlar yomonda." Nima bo'ldi? Samarqandga gap tarqaldi. Obid Asomovning tilini kesib olganmish. Aytdim, boshqa joy yo'q ekanmi kesib olishga. Til o'zimizga ham kerak, tirikchilik to'xtab qoladi. Mana Ozodbekni o'zi shu yerda o'tiribdi. Toshkentda gap tarqalib ketdi. Ozodbek Nazarbekni 7 ta xotini bor ekan. Men aytdim, "Ahmoq ekansan Ozod" dedim. "Nega?" dedi. "Xotinni 6 ta qilish kerak" dedi. "Nega?" dedi. "Bir kun odamga o'xshab damolasan" dedi. Yana gap chiqib ketdi. Ozodbek Nazarbekov uydan haydalibdi. Nimaga? 7 ta xotinga chidolmabdi. Puli yetmabdimi? Ya, puli yetibdi. Ozodning 7 ta xotini bitta ashulasini yodlayapti. Yana degan ashulasi bor ekan. Shunga chidolmasdan uydan ketib qoldi. Keyin boshqa ashula aytdi, "Endi sevmayman endi" dedi. Ko'rdinglarmi? Odamlar hammasini to'g'rilab qo'yadi. Mavluda Asalxo'jayeva yoshalaman deb yuzini torttirgan ekan, doktorning kayfi bor ekan, ko'p tortib olibdi. Nima bo'libdi desam, ko'zini teshigi og'ziga to'g'ri kelib qolganmish. Gul Sanam Namazoyeva erda ajrashibdi. Nimaga? Qiz tug'gan ekan, eri menga qiz kerak emas deb qo'yib olibdi. Voy bechara Gul Sanam, ersiz qolib ketdimi desam, yo'q. G'ulomjon Yoqubov poylab turgan ekan, shart o'ylamabdi. G'ulom xotinboz. Aytdim, g'ulom xotinboz emas, xotinlar g'ulomboz. 60 ga chiqdi G'ulomjon Yoqubov, odamlar gapiraveradi. Yulduz Usmonova mana yana nevarali bo'ldi. Hozir 3 ta bo'ldi nabirasi. Qizi Nilufar tug'di. Nilufar tuqqan odamlar nima deydi? Yulduz tug'ibdi. Turkiyada tug'ibdi. O'g'il tug'ibdi. Eng chatoq joyi o'g'lini afti xuddi Obid Asomovning o'zimish. Men prichom, Moskvada yuribman. Toshkentga tushdim samolyotdan. Taksiga o'tirsam, taksist nima deydi? "Optaga, juda yomon xabarni eshitdingizmi?" "Yo'q, hozir keldim Moskvada." "Nima bo'ldi?" "Bodomzor degan mahalla bor, bilaman. Bodomzorda 6 oylik chaqaloq gapiribdi." "Nima debdi?" "Buva" debdi. "Yaxshi, nima qilibdi?" "Yo'q, yaxshi emas. Chaqaloqning nafasi yomon ekan." "Buva" degan ekan, buvasi o'lib qolibdi. "Buvi" degan ekan, buvisi o'lib qolibdi. "Xo'roz" degan ekan, qo'noqqa o'tirgan xo'roz tappa tashab tovuqlar bilan xayrlashmasdan jon berib, og'zidan chiqqan gap o'layotganmish. Chaqaloqning otasi tepasida o'tirganmish. Ona. Bola tili chiqqanda ona deyish kerak. Ona so'zi muqaddas. O'g'lim, ona degan ona. Biza chaqaloq osmonga qarab "Ota" debdi. Ota yotib olgan. "Alvido xotin,
Buva dedi buvasi ketdi, buvi dedi buvisi ketdi. Ota deb qo'ydi. Mendan rozi bo'lgin. Desa xotini kelib, "Chuvarmay bo'ling, nima qiyaslar yotibsiz? Tez turib, kiyinib, ko'chaga chiqing, mahallaga qo'shiling." Nima bo'ldi? Bilmayman. To'satdan hozirgina qo'shnimizni eri o'lib qoldi. Chiqing. Demoqchimanki, har xil mish-mishlarga ishonmanglar. San'atkorlar hammasi sog' salomat, hech kim tuqqani yo'q, hech kim ajrashgani ham yo'q, Ozodbekning ham 7 ta xotini yo'q, hammasi yolg'on. Xalqimiz o'ylab topgan mish-mishlar. Endi mana O'tkirjon Muhammadxo'jayev, san to'g'ringda hech mish-mish yo'q, San to'g'ringda ham birorta bir mish-mish chiqarib olsak bo'lar. Endi O'tkirjon mani shogirdim. Mish-mish chiqarsa bir pasda mish-mish chiqarsa, mana nimagadir O'tkirni ko'zi ko'p. Mana xo'sh. Mana shundan chiqarsa bo'ladi mish-mish. O'tkirni ko'zi ko'p, lekin otasini tandirdim, otasini ko'zi ko'k emas, onasini ko'zi ko'k, tacha qo'shnisini ham ko'zi ko'k emas. Ana qarabsizki, voy Mirzamiz. Darrov mish-mish paydo bo'ladi. O'tkirjon, endi Ozodbek, Nazarbekim ham bo'ladi. Shu yerdalar, men ham shu yerdaman. O'zingiz bilib navbatni berasiz. Bugun davramiz raisi siz. Bitta qarsayni chalishsa ikkiga bo'lib olamiz. Yarmi sizga, yarmi menga. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sevimli san'atkorimiz Obidjon Sovchi. Salomat bo'layotgan xush kelibsiz.